Mına Batı Kazakistan'dan bir kişi geldi. Sol samolyotdan tushgandan balasin boqtay berdi qo'y, shishang balan. Meni bul o'ltiruvga jibirgan. Bultir o'ta qattiq bo'lgan. O'si minaning ishinde suvimiz aqib ketgan bultir. Bir yilga mana salqin. Bultirga istiqom mana konditsioner jardab berilmagan. Sojada canım o'tirg'oy, boqtavadir. Sodan keyin men ko'gin kimni boqtavatsi devadim. Ana deydi, laneti balani boqtam. Nega boqtavatsan dedi. Men deydi. Deret alıp bilmeyim deydi. Ay jasınız ne işte? Jasın qo'yaver, men 75 ga keldim deydi. Mağam barasın dedi. Bir günde aldı men samolyotga salib berdi bu. Namaz o'qida bilmeyim. Ömür meşkiga bargan emasmen o'sha vaqtga sheyin. Köke kafa olmanız dedim, keliniz. Men sizge deret yürüdüm, deretni жақсылап үйrettim. Fatiha suresiga jattadim, İhlasni zorga jattadim da, o'sha ekөөmün turib qulay bering. Жаңағы bisharaga Allah bir ihlas berdi ma, жаңағы sonday bir жақсы o'qib, Gasinchaga bordik. O yerda bishara chilab жүрdi. So Fatihani biladi, ihlasni biladi, boshqa narsa bilmaydi. Sodan aeroportga ketib borsak, aeroportga kirmesinden qarab turdi. Qo'shtasalmay jatır qo'y. Qo'shtasal ketelmay jatır da. Maydim, ko'ki ne bo'ldi? Balangni qarg'ab silib bo'xtavatır eding qo'y desam. Enem deydi. Men kelesi yil aman bo'lsam qayta kelem dedi qo'y. Maydim, nega? Men jaman qo'r bo'ldim dedi. So minadan qaytgandan keyin Kabaga barsam, bizden başka milletin bärinin kolunda kitap var deydi qo'y. Bäri koluna kitap alıp algan Kur'an o'qib otur deydi. Men sümüreyip turman. Men gana emas deydi. Ana o'zincha namoz o'qiyim degenler var mı dep qo'yadi. Senin aldığında жүргендер. Onlar ham Kur'an o'qiy olmaydi deydi. Onlar da ağız açılıp oturadi. Biz bärimiz bir ekemiz deydi. Ay men bilem o'sha meni qarzılam qabul bo'lmadi. Men kelesi yili Kur'an jatlab qayta kelem deb niyetlenip ketdi. Qarang agayında, Allah duanı kabul kılsın. Siz beni dürüst düşünmeye kalmanız. Bırak, bu hükümetin çakıdayı.